Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar va xaridorlar. Mana bugun biz Qarshi shahridagi eski shaharda joylashgan Coca-Cola magazinining yonida 4-etajli 90 metr kvadratni o'z ichiga olgan mana shunday uyimizni obzorga kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, uyimiz remonti chala bitgan, aboylar bo'lgan, mana bunaqa отоплениялari qo'yilgan. Hozir sveti ham yo'q ekan bu uyimizda. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yeri podyezddan kirish qismi, mana bu podyezd eshigi hisoblanadi. Eshikdan kirgandan so'ng mana bu yerga oshxona. Oshxona bu tarafi. Oshxonasi balkonga ko'chirilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin balkonga va balkonga bu tarafga o'tsangiz yana bitta xona qilingan ekan. Bu menimcha katta xona bo'lgan. Buni bo'lib ikkita xona qilib ajratishgan ekan egalarimiz. Mana bu yerda ham bitta xonasi mavjud. Va keyin bu yerda hojatxonasi, mana bu yerda sanuzel qismi. Uyimizning narxi 435 million so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Yana ham savdosi bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.